Kolumbiyada ekstremal avtomobil olomonni bosib ketdi. Ushbu hodisa oqibatida 3 kishi halok bo'lgani, yana 40 nafarga yaqin tomoshabinlar turli darajadagi tan jarohatlari olganligi aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ayol tryuk paytida mashina boshqaruvini yo'qotgan. Hozirda voqea sabablarini tekshirish bo'yicha tergov xatti-harakatlari olib borilmoqda. Dasturimizning navbat eng so'nggi xorij xabarlariga. Hindiston poytaxti Nyu-Dehlida joylashgan turar joy binosida kuchli yong'in yuz berdi. Fojia oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi, o'nlab fuqarolar jarohatlandi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, hodisaga uylarning birida konditsioner portlashi sabab bo'lgan. Kelib chiqqan yong'in kamida 6 ta xonadonga tarqalgan. Uni o'chirish va qutqaruv jarayonlari 5 soat davom etgani bildirildi. Yaponiya bosh vazirining Avstraliyaga tashrifi doirasida muhim foydali qazilmalar sektorini qo'llab-quvvatlash uchun 1,67 milliard Avstraliya dollari ajratilishi e'lon qilindi. Avstraliya 1,3 milliard, Yaponiya esa hozircha 370 million Avstraliya dollari miqdorida investitsiya va grantlar ajratishi tasdiqlandi. Ushbu hamkorlik tog', kon, neftni qayta ishlash va ishlab chiqarish sanoatidagi ta'minot zanjiri zaifliklarini bartaraf etishga qaratilgan. Fransiyada yoqilg'i narxlarining keskin oshishi tufayli yuzlab reyslar bekor qilindi. Ushbu holatga Yaqin Sharqdagi mojaro sabab bo'lmoqda. Ayrim aviakompaniyalar allaqachon parvoz jadvallari qisqarganini e'lon qildi. Yo'lovchilar esa narxlar tobora qimmatlashayotganini aytishmoqda. Hormuz bo'g'ozi butunlay ochilib, vaziyat yaxshilangan taqdirda ham inqiroz davom etishi kutilmoqda. Meksika dengiz kuchlari Oaxaca qirg'og'i yaqinidagi Tehuantepec ko'rfazida 2 tonnadan ortiq kokainni musodara qildi. Operatsiya davomida dengizda 2000 dan ortiq paketlar joylangan 78 ta quti qo'lga olindi. Meksika xavfsizlik vazirligi ma'lumotiga ko'ra, giyohvandlik moddalarining qiymati 4 million peso, ya'ni taxminan 230 ming AQSh dollarini tashkil etadi.